Yunusobod tumani 13-kvartalga kelganmiz. Eksklyuzivniy remont qilingan xonadonimiz tayyor bo'lgan. Shuni obzoriga kelganmiz. Umumiy maydoni 76 kvadrat plus 14 kvadrat balkoni bor, shuni 90 kvadrat bo'ladi. 3 xonali 4-qavatda joylashgan 11 qavatli domimiz. JK Ikat tomonidan qurilgan. Yevro remont, remontdan keyin hech kim yashamagan mebel texnikalari bilan xonadonimiz. Narxini siraj aytib o'taman, narxi 120 ming dollar startga qo'yilgan o'rtoqlar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Albatta Telegram kanalimizga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Endi esa like bosib tursanglar, uyimizni to'liq obzor bilan tanishib chiqamiz. Qani ketdi. Hop, главный вход eshigimiz, kirishimiz bilan bunaqa kattagina mana prixoshkamiz bor, ko'rib turganingizdek, juda ham chiroyli remont qilingan. To'g'rida mana kuxonniy zonamiz, kuxnyamizda ham kerakli bo'lgan hamma aksessuarlar, hammasi bor. Hop, bu yoq tomonda balkonniy zonamiz mana, ikkita balkonimiz bor bu xonadonimizda. Bu yoqdan yurib kelarkanmiz mana birinchi spalniy xonamiz mana. Hop, bu yoq tomonda mana ko'rayotganingizdek, birinchi sanuzilimiz. Bu xonadonimizda ikkita sanuzil bo'ladi. Bu yoqda mana katta spalniyimiz mana. Bu spalniyimizni o'zini sanuzili ham bor mana ko'rib turganingizdek. Hop, bu yoqdan yurib kelarkanmiz, asosiy zal qismimizga chiqamiz. Ko'rib turganingizdek mana zal qismimiz, zalimiz ham juda ham eksklyuzivniy remont qilingan. Gilamlarga alohida e'tibor berasizlar, Eron gilamlari yoyilgan. Eron gilamlari bilgan biladi, juda ham qimmat turadi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib, egalari bilan baraka qilishingiz mumkin. Shunaqa eksklyuzivniy remont qilingan xonadon qidirib yurgan tanishinglarga albatta bu videoni jo'natib qo'yinglar. Like bosish esingizdan chiqmasin. Uy-chuv, sizlar uchun maxsus salomat bo'linglar.